Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Denov tadbirkorligi pedagogika institutining pedagogika psixologiya kafedrasi o'qituvchisi Turdiyeva Izzatoy Sadiqovman. Bugun siz bilan biz inklyuziv ta'lim davolash pedagogikasi fanidan mavzuimiz ta'lim tashkilotlarida alohida yordamga muhtoj bolalarni ta'lim olishini qo'llab-quvvatlash texnologiyalari. Rejamiz sinfdan tashqari maxsus ishni tashkil etish, konsepsiya doirasida belgilangan vazifalar, alohida yordamga muhtoj bolalarni ta'lim olishini qo'llab-quvvatlash texnologiyalari. Yakka ishlashda art terapiyalardan foydalanish. Alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan bolalar uchun inklyuziv va boshlang'ich tayanch korreksion sinf o'quvchilari bilan sinfdan tashqari maxsus ishni tashkil etishda quyidagilardan e'tibor qaratilishi lozim. Mos muhitni yaratilganligi, maxsus yordamchi qurilmalar va texnologiyalarning mavjudligi, mehnat qobiliyati va psixofizik rivojlanishining xususiyatlarini hisobga olish, qo'shimcha yordamchi usul va vositalardan foydalanish, yakka ishlashda art terapiyalardan foydalanish. Konsepsiya doirasida belgilangan vazifalarni bajarish orqali 2020 va 2025 yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limning rivojlanishida quyidagi ko'rsatkichlar erishish nazarda tutiladi. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan shaxslarning rivojlanishi, reabilitatsiyasi, tiklanishi, jamiyatda integratsiyalashuvda birlashishi inklyuziv ta'limning strategik omili sifatida rol tasdiqlandi. Alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalarning ta'limiy muhitini yaxlitligi mustahkamlandi. Ularning jamiyatda integratsiyasi uchun zarur sharoitlar ta'minlanadi. Davlat, jamiyat shaxsning inklyuziv ta'lim sohasidagi manfaatlarini muvofiqlashtirish mexanizmlari yaratiladi. Inklyuziv ta'lim tizimining umumiy qulayligi, uzluksizligi, ta'lim sifati, shuningdek o'quvchilarning rivojlanish darajasi xususiyatlariga moslashuvchanligi va variativligiga erishadi. Inklyuziv ta'lim sohasidagi xalqaro munosabatlar doirasida o'zaro hamkorlik aloqalari mustahkamlanadi. O'quvchilar ta'lim ehtiyojlarini o'ziga xosligini inobatga olgan holda sifatli ta'lim olish uchun ular davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Inklyuziv ta'limni bosqichma-bosqich joriy etish orqali alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari optimallashtiriladi. Ularda ta'lim olayotgan o'quvchilarning teng huquqli jamiyat a'zosi sifatida umum ta'lim muassasalarida bilim olishi kafolatlanadi. Pedagog yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'lim dasturlari asosida kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yiladi. Inklyuziv ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasi yaxshilanadi. Inklyuziv ta'lim muassasalarining internet tarmog'idagi to'liq ulanishi ta'minlanadi. Inklyuziv ta'lim muassasalarida o'quvchilarning qabul qilishi va boshqa ta'lim muassasalariga o'tkazish uchun davlat xizmatlarini ko'rsatish mexanizmlari joriy qilinadi. Shunday ekan, har bir inklyuziv ta'limdagi bu tenglikdagi ta'lim olib berish fani hisoblanib, art terapiya ham qo'llanadi. Xo'p, art terapiya nima? Ta'lim muassasalarida badiiy ijod, san'at orqali korreksiyalash va rivojlantirish usulidir. Art terapiya imkoniyati cheklangan bolalarning aksariyati art texnologiyalarining boy resurslaridan foydalangan holda tuzatishi mumkin. Art texnologiyalari yordamida korreksiyalanuvchi jarayonlar, eshituv, ko'ruv, taktil, vestibulyar, harakat, art texnologiyalarining ruhiy va hissiy irodaviy sohasiga ta'siri, tetiklashtiruvchi, tinchlantiruvchi, mustahkamlovchi, stimullovchi va bo'shashtiruvchi. Paydo bo'lgandan keyin beri art texnologiyalar ko'plab yo'nalishlarni o'z ichiga oladi va bugungi kunda ularning soni o'sishda davom etmoqda. Chunki art yondashuv doimiy ravishda boyitilib, yangi turlar bilan to'ldirilmoqda. Zamonaviy art texnologiyalar quyidagilar yo'nalishni o'z ichiga oladi. Musiqa terapiyasi. Hech kimga sir emaski, musiqa samarali va natijaga oson erishadigan psixoterapevtik usul bo'lib, odamning jismoniy va ruhiy holatini yumshatish,
yoki tuzatish uchun qo'llaniladi. Metod o'tilgan yoki yotgan holatda o'tkaziladi va tashvish, qo'rquv, somatik kasalliklar, shuningdek jiddiy davolanishga tayyorgarlik ko'rishda samarali yordam beradi. Raqs terapiyasi. Raqsda psixoterapevtik foydalanish individual hissiy o'zini namoyon qilishga yordam beradigan jarayon sifatida bu stressni yengillashtiradi. Charchoqdan xalos bo'lish, yopiq ijtimoiy moslashishni qiyin bo'lgan o'quvchilarga ularning ijodiy qobiliyatlarini aniqlashga yordam beradi. Raqs terapiya nafaqat depressiya holatini yengillashga, balki shaxsiy o'sish, o'zini o'zi bilish, aqliy va jismoniy salomatlikni saqlashga mo'ljallangan hayotiylikni oshirishga yordam beradi. Bugungi bergan inklyuziv ta'lim fanidan bergan ma'lumotlar mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.